Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimiz bu 7-dars bo'ladi. 7-dars sulosiy mazid bobi fe'llarini 6-bobi haqida ketyapmiz. Boshqacha aytsak, ifti'alun bobi. Buni 6-bob desak bo'ladi yoki ifti'alun desak ham yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, ifti'alun ko'ryapsiz, o'zi o'zak tarkibida fa, ayn, lom harf bo'lgan, boshida alif va fa barobardagi harfdan keyin esa ta kirib kelgan va buni vazni o'tgan zamon 3-shaxs birlikda ifta'ala bo'ladi. Ifta'ala ma'nosi nima degani? O'zi bajarmoq. Fa'ala o'zi bajarmoq degani. Ifta'ala desa o'sha o'zi biror narsani bajarmoq. Bu yerda o'zlik nima deydi? Buni ma'nosi ko'pincha mazid bobining ma'nosini, asarini yoki mubolag'asini, ko'pchilik o'rtasida ish harakatini ko'rsatish uchun masalan ishlatiladi. Masalan, ba'zida o'zlik nisbatini o'zi sodir bo'lganini bildiradi. Masalan, fataha ochmoq, iftataha bo'lsa ochilmoq bo'ladi. Ya'ni o'zi ochiladi bu narsani. Kimdir ochish shart emas. O'timli fe'lni o'timsizga, o'zlik nisbatga yoki o'timsiz fe'lga aylantirib berish ham mumkin. Endi bu bobni nima ma'no berishligini to'g'risini aytsam, bilganingiz bilan ham baribir buni foydasi kamroq. Nimaga desa, ertaga bitta fe'lni ko'radigan bo'lsak, uni faqat lug'at aytib beradi, haqiqiy ma'nosini. Lekin bob ma'nosi o'laroq nima ma'noni berar ekan desa, shuni aytib qo'yilaveradi. Masalan, ibtasama kulmoq yoki kulimsiramoq degani. Haligi qahqah qilib kulgandan keyin oxirida bundan kulgich qoladi-ku, o'sha nim tabassum qilmoq deganda, iktashafa kashf qilmoq degani, iktasaba kasb qilmoq, uzr. Iktashafa ochmoq, kashf qilmoq, iqtatala o'zaro urushmoq degani mana o'zaro ma'nosida kelyapti bu. Endi fe'lni bobini o'ziga o'tadigan bo'lsak, hop. Ifta'alu deb tuslanaveradi. Buni bildik. Har safar mana shu qoida ketyapti. Va mozini majhulida esa uftu'ila bo'ladi. Oxirgidan oldingisi kasra va birinchi harfi u bo'ladi va kasradan oldingisining harakati ham u bo'lishlik kerak. Fu'ila bo'lganda bu asli yoshligida uftu'ila bo'ladi shunda. Yana qaytaraman, yodlayotganda ifta'ala uftu'ila deb yodlasangiz, qolgan qo'shimchani qo'shib bilasiz. Ifta'ala uftu'ila, ifta'ala uftu'ila. Muzoriyni ma'lumida esa yafta'ilu bo'ladi. Ya bilan boshlanadi, sababi ikkita qo'shimcha qo'shilyapti. Bu yerga zoidasi ikkita harf. Yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'iluna, tafta'ilu, tafta'ilani, yafta'ilna deb undan u yog'ini demak tuslab ketaverasiz. Muzoriyni majhuli esa yu bo'ladi, birinchi harf, oxirdan oldingisi a. Yufta'ilu bo'ladi. Yufta'alu, yufta'alani, yufta'aluna, tufta'alu, tufta'alani, yufta'alna deb qolgani ham shu holatda. Ismi foili mufta'ilun, ayn barobardagi harfning harakati kasra. Mufta'ilun, mufta'ilani, mufta'iluna, mufta'ilatun, mufta'ilatani, mufta'ilatun. Maf'ul esa mana ayni fa'a bo'lib qoladi xolos. Mufta'ilun, mufta'alani, mufta'iluna. Amr esa yafta'iludan yasaladi, tafta'iludan deydi. Farqi yo'q, xullas muzoriydan yasaladi. Tafta'iluni ta'sini olib tashlaymiz. Anta bo'lganligi uchun tafta'ilidan deyapman. Mana bu yerga bog'lanadi bu. Tafta'ilu sen masalan bajaryapsan deydigan bo'lsa, tafta'iluni ta'sini olib tashlasak, fta'ilu bo'ladi. Fta'ilu deb gap tuzib bo'lmaydi-ku. Oldiga yordamchi kelish kerak. I harfi keladi. O'shanda ifta'ilu bo'ladi. Endi amr fe'li sukunlik holatda keladigan fe'llar sirasiga kiradi, ya'ni jazm bo'lish kerak. Ifta'ilu masu, ifta'ilu masu, ifta'il bo'ladi, sukun bo'ladi. Va bu yerda o'sha bilasiz, af'ol xomsada sukunlik holatda nunlar tushishi sukunga teng deyiladi. Ifta'il, ifta'ila, ifta'ilu, ifta'ili, ifta'ila, ifta'ilna bo'ladi va masdari ifta'ilna bo'ladi. Endi buni tavsiya faqat yodlash kerak. Eng zo'r yo'li buni faqat yodlash kerak. Endi o'zingizga noto'g'ri buyruq bermasdan buni yodlayotganda qayerni asosiy yodlash kerak? Ifta'ala, uftu'ila, yafta'ilu, yufta'alu, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, ifti'alun. Mana shuni standart aytish kerak. Tez aytish kerak. Tez aytish qilib ko'ring, bir xolis, nima o'zingiz uchunki bu. O'shanda samarasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni ifta'ala, uftu'ila, yafta'ilu, yufta'alu, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, ifti'alun. Mana shuni sharhlatib aytsangiz, bundan keyingi safar tuslayotganingizda oson bo'ladi.